Muhtaram professor Moshimo, so'nggi ixtirongiz haqida juda ham qiziqyapman. Ishonchim komilki, u zo'r chiqadi. Sizning eng katta muxlisingiz Tommy Turnbull. Aziz Tommy, u kutganimizdan ham zo'r chiqdi. Ammo men uni yomon qo'llarga tushib qolishidan xavotirdaman. Shu sababli men uni xavfsiz joyga jo'natyapman. Balki u yerda haqiqiy bola bo'lishni o'rganar. Voy, Haqiqiy robot bola. Politsiyachi robot. Tommy juda yaxshi. Men undan da zo'r ilonlarni ko'rganman. Darvoqe, boshliqni chaqir, chunki seni hozirgina G odam kuydirib qo'ydi. Kim eng yaxshi kuydiradi? G odam eng yaxshi kuydiradi. Chunki G odam gaz to'xta. Nega gaz ketyapti? Bu kulgili edi-ku. Bilaman, lekin biz u bilan kulmasligimiz kerak. Nega? Bu rahm deb ataladi. Uni yoniga borib kelishim kerak. Rahm. Konstantin, u yana boshladi. Konstantin! Voy! Ahmoq, meni yoqib yuboray deding. Meni kechirasiz, xo'jayin. Bo'pti, bu nima betartiblik? Bilasiz-ku, siz har doim robot bolani tuta olmasligingiz, dunyoga hukmronlik qila olmasligingiz haqida shikoyat qilasiz. Men esa o'sha chaqaloqni albatta tuta oladigan robot ustida ishladim, xo'jayin. Qarshilang, Konstabot. Mana, marhamat. Kamakazi orzulayapti. U nima dedi? Orzulayapmi? Yo'q, u qoidalar dedi. Shunday qilib, bu bilan robot bolani tuta olaman deb o'ylayapsanmi? Nima qilmoqchisan? Uni hidlar bilan bo'g'ib o'ldirmoqchimisan yoki kulgidan xushdan ketkazmoqchimisan? Bolta, menga nonushta tayyorla. To'g'ri aytyapsiz. Nimalarni o'yladim-a? Naqadar ahmoqman. Nonushta! Agar ahmoq roboting bilan robot bolani tutishga ruxsat bersam, menga nonushta tayyorlab berasanmi, Konstantin? Ketdik, tezroq tugatamiz. Bolalar, anavi temir buyumni uchirishga tayyorlaning. Aytmoqchimanki, Konstabotni uchirishga tayyorlaning. Men uchirishga tayyorlang dedim. O'zim tugmani bosmoqchi edim. Buril, Konstantin. Bu holat tashqaridan xunuk ko'rinishi mumkin.
Robot bola ana u xunuk temir to'plamiga rahm qilyapti. Konstantin, sen dahosan. Tezroq belgilangan nuqtaga. Ko'ryapsanmi? Hammasi shunchaki tushunmovchilik. Ha, robot bola menga kuldi deb o'ylagandim. Aslida esa bari dasturiy xatolik ekan. Robot bola, ehtiyot bo'l. Kamikaze orzulamoqda. Robot bola rahm qiladi. Tommi ozgina omadingiz kelmabdi deb aytdi. Masalan, gazga. To'xta, gaz. Men unday demagandim. Bu yerdan ketishimiz kerak. Keyin rahm qilish masalasi haqida jiddiyroq gaplashamiz. Konstabot, sen doktor Kamikazeni kuni chog' o'tishini ta'minlading. Uni hech qachon bunday mamnun holda ko'rmaganman. Bu kunni rosa kutgandim. Robot bola endi men uchun ishlayapti. Endi men butun dunyoni egallab olaman. Robot bola hech qachon kamikazega ishlamaydi. Deyarli unutay dedim. U men uchun ishlamaydi. Men uni qayta dasturlashim kerak. Ay, Kazisoft Evil 2 versiyasini o'rnat. Tezroq. Bo'la qol. Xo'jayin! Ay, Konstantin, bu temir bo'layni menda olib tashla. U meni barmog'imni bosib qo'ydi. Hoy! Sen g'alat qiyofali robotsan, shunchaki temir tersak. Bolalar, hujumga o'ting. Men konstabotni topa olmayapman. Bu axlat-ku. Seni ishga qaytarish uchun shunchaki hazillashdim. Oh yo'q, suv bosimi bizni ezib tashlayapti. Robot bola, shu yerdamisan?
Sen Konstabot haqida to'g'ri aytibsan. U yomon emas, shunchaki g'amgindek ko'rinyapti. Tommi, rahmdilmi? Unga nima bo'ldi? Hey, sen ahmoqlarga nima kerak? Robot bola uzr so'raydi. Ha, Tommi ham uzr so'raydi. Rostdanmi? Lekin uzr meni dardimni ketkazmaydi. Balki sovg'a seni xursand qilar, a? Sovg'a? Ha, ber. Jey odam orzulamoqda. Bu meni sovg'ammi? Bunga qara. Bu temir tersak-ku. Haqorat qilyapsiz. Uni bu yerdan olib keting. Menga haqiqiy sovg'ani olib keling. Film Edu Media Corporation buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi.